Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Joriy yilning 25-26 fevral kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatarchi, Navbahor, Nurota, Ko'nemex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rtachirchiq, Yuqorichirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin, deyiladi O'zgidrometning xabarida.